Bolalaring mana shunday o'tirmasin. Tushundingmi? Mana shunday o'tirsa, oyog'ing teng dasti bo'laveradi. Mana tovon tashqariga chiqib ketadi, oyog'i tegdi yashilik bo'lib qoladi. Mana chuqurchalari bor o'zi aslida bolalaring. Lekin nimjon bola, tonus yo'q. Tushundingmi? Bo'sh bola. Rahid degan kasallik bo'lgan. Mana injiq o'z-o'zidan baqirib yig'laveradi. Aytgan narsani qilish kerak. Injiq. Monga o'tirishni o'rgating. Xo'p? Xo'p, shu massaj olasizlar. Mana qovurg'alaring ko'tarilgan, terida kellab yotibdi mana bolalarda, tushundingmi? Raga. Bor. Ana ko'ryapsan, oyoq ana shunday. Shuni to'g'rilash uchun poyabzal kiydirish kerak. Kiydiraverasan mana qish chiqquncha shuni kiydirasan. Endi bolang gapga kirsa, oyoqni uchida yurishni o'rgatish kerak. Birinchi o'tirish, ikkinchi oyoqni uchida yurishlik. Tushundingizmi? Hozir mashqlar bor. Shularni qildirasizlar bolaga, qiziqtirish uchun ham. Plaskostopiya oyoq yaxshi bo'lishligi uchun mana shu mashqlarni qilish kerak bolalar mana. Eng oson mashqlar. Tushundingizmi? Oyoq panjalari, boldirlar uchun mashq deyapti mana. Demak, asosiy yashilik uchun. Mana o'tirishdi birinchi mana. Bir-biriga o'tirish. Ikkinchisi mana shu mana. Oyoqni uchida yurish mana. Stol o'tirganda ham oyoq uchlarini mana shunday kaftini bukish kerak. Poyabzal ertalab kiydirasan, yotayotganda olasan. Endi bitta shunga ishonib qolmang. Oyoqlariga massaj qiling, qo'yni vanna qiling, elektr lecheni oling. Elektr lecheni 2 oyda bir marta olinadi. Massaj, qo'yni vannalar bular hammasi har oyda olinsa bo'laveradi.